voy jiyanim, o'sha sizmi? O'sha menmi? Yo'q. Nima deydi, mashhur ekansiz. Endi xudo xolasa, endi. Onam, jonim onam, jannatdagi rayhonima, gulilolam. Mamani va onajonni ko'rib, yonlaridan indamay o'tib keta olmadim. Yordamlashgim keldi. Ozgina bo'lsa ham shu onajonning ko'ngillarini olgim keldi. Assalomu alaykum. Onajon, salomatmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Charchamayapsizmi? Yuzlaringizdagi nurlaringizdan o'rgilib ketay sizni. Sog'misiz? Charchamayapsizmi? Gullarni sug'orib, o'tlarni yulib, charchab qolmayapsizmi? Bugun sizga ozgina bo'lsa ham yordamlashni xohladim va siz chiroyli suhbatingizni olishni xohladik. Qarang, gullarga suvlarni quyib, butun mana shu yerni obod qilayotganingizni ko'rib, men xursand bo'ldim va yanada kayfiyatingizga kayfiyat ulashgim keldi. Ana shuni bersangiz, men sizga ozgina yordamlashsam, gullaringizga suv quyishsam, bo'ladi, albatta chiroyli bo'ladi. Bu hammasi dorivor bitta, hamma manzarali o'simliklarimiz ham bor, dorivor o'simliklarimiz ham bor. Ham manzara sifatida eksa ham bo'ladi buni. Ha, bu ham dorivor, nima uchun bu? Bu shamollaganda eksa immunitet ko'tarib beradi. Как раз bizga mos ekan. Bu ham dorivor o'simlik. Bu arslon quyruq, bu asab tinchlantiruvchi, yurak faoliyatini yaxshilab beradi. Bizlarda mana shu uchastkamiz 1 gektar maydonimiz dorivor hisoblanadi. Buning ichida juda ham ko'p noyob o'simliklarimiz bor, ya'ni dorivor. Agar qoniqsangiz, tanishtirishim mumkin. Naryoqqa tanishtirishingiz mumkin. Ketdik bo'lmasa, naryoq tomonga o'tamiz. Menimcha lavandalar ham bor ekan. Ha, lavandalarimiz. Mana bu dalalarimiz hammasi bu shalfey. Shalfey bu nima deydi? Bu tish mulklariga infeksiya o'ldiruvchi dorivor. Mana bu shirinmiya. Buni ham ildizlari juda ham foydali. Mana bu yoqqa tushsak, mana bu yoqda ham lavandalarimiz bor. Biz Farg'onaga borganimizda lavanda juda ham katta joyga ekilgan ekan, o'sha yerda ko'rgan edim. Bunda anaqa efir moyi kuchli bo'lgani uchun asalari ham, kapalagi ham juda ham yaxshi keladi. Uyga qo'yib qo'ysak ham hidi chiqib turadi. Odam maza qilib dam oladi. Ketib topib ketamiz, berasizmi? Bo'ldi, beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, men botanika bog'iga bugun aylanish uchun kelgandim. Toza havodan nafas olish uchun, lekin mana shu onajonimni yonlaridan indamay o'tib keta olmadim. Onajonimga ozgina kayfiyat bag'ishladik. Ular shunaqa dorivor o'simliklar dunyosini ichida yashar ekanlar. Men onajonimga gul hadya qilishni o'rniga, onajon menga gul hadya qildilar. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Tabiatimizda o'sayotgan, o'z qo'llarimiz bilan katta qilgan, o'stirgan lavanda gullarimiz. Onajon, endi sizni xursand qilish uchun bitta qo'shiq aytib beraman. Nima deysiz? Xursand bo'laman. Go'zal chiroyli mening onam, jannatdagi rayhonima, gulilolam. Deydi joning omon bo'lsin, jonim bolam. Betob bo'lmang, yaratganga yetsin nolam. Onam, onam, jonim onam, jannatdagi rayhonima, gulilolam. Onam, onam, bolim onam, biram go'zal chiroyli mening onam. Onam, onam, jonim onam, jannatdagi rayhon. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Farzandlaringizni rohatlanib ko'rib yuring. Rahmat. Siz bu yerda necha yildan beri ishlaysiz? Men botanika bog'ida 20 yildan beri mana shu dorivor o'simliklar kolleksiyasida ishlayman. 20 yildan beri. 20 yil. Juda ham ko'p yillar davomida bo'ldi. Mana pensiya yoshiga ham keldik. Xudo xohlasa pensiyaga ham chiqamiz. Mana shu ishlarimizni orqasidan ishlab shuncha yillar mehnat qildik. Bir o'g'il, bir qizim bor. Farzandlarim, ikkita nabiram bor. Katta bo'lishsin. Qizimni, o'g'limni o'qitdim. O'qitdingiz. Shu yerda 20 yil davomida ishlab, hayotning qiyinchiliklariga, xursandchiliklari bo'ladi, albatta orada qiyinchiliklari bo'ladi. Shularga qaramasdan ikkita farzandingizni oliy ma'lumotli qildingiz. O'qitdik, Xudoga shukr. Shu qizimni Turin politexda o'qitdim. Hozir Xudoga ming qatla shukr, qizimni ham turmushga berganman. Ya'ni kuyovlarimiz ham oliy ma'lumotli vrachlar. Ikkita nabiram bor. 6 yosh, 5 yosh nabiralarim bor. O'g'lingizchi? O'g'lim aytishlikni bitirgan. IT sohasi bo'yicha juda ham yaxshi. Hali uylantirmadim. Hali uylantirmadingiz. Xudo xolasa to'y qilsangiz, albatta borib, men xudo xolasa to'ylaringizni chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilaman. Xursand qildingiz. Inshaalloh. O'g'limni ham shu yaxshi joylardan, yaxshi kelinlar nima qilib, yaxshi joydan qizlarini olib bersam, iymonli, insofli bo'lsa,
deb niyat qilaman. Xudo xohlasa shu yaxshi kelinlar oling. To'ylarimizga kelinglar, xizmatda bo'linglar doim. Shu tarbiyasiga qarab, qaysi sohani tanlashiga qarab yo'l ochib berish kerak. Qizim lekin mana bu o'zi intilgan, hamma joyga o'zini harakati bilan, mehnati bilan shu ota-onamga nima og'irligim tushmasin deb o'zi o'qib, o'zi mana shu izlandi, repetitorlarga bordi, o'qidi, rus tili o'qidi, ingliz tili fakultetlarida o'qib, o'sha aytishlik bo'yicha Turin politexnika o'z kuchi bilan, o'z mehnati bilan o'qishga kirdi. Voy, молодец. Tabriklayman. Ismlari nima? Shohista. Shohistaxon, agar bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'rdingizmi, onangiz sizdan qay darajada mamnun ekanliklarini. Albatta, har bir onaga, har bir otaga shunday o'qimishli, tartibli, ota-onasini hurmat qiladigan farzandlar nasib etsin deb qolamiz va sizga oilaviy baxtli, saodatli hayotni Allohdan so'raymiz. Rahmat, rahmat. Xursand bo'ldim. Turmush o'rtog'ingiz haqida gapirib bering. Qanday tanishgansiz? Necha yildan beri birga turmush qurgansiz? Shu haqida ozgina. Turmush o'rtog'im bilan biza Necha yil bo'ldi endi? 33 yil bo'ladi, xudo xohlasa. Hech o'xshamaydi. 33 yildan beri shu xo'jayinim bilan ikkita farzandimizni tarbiya qilib kelyapmiz. Xo'jayinim sohalari o'sha voyenniy bo'lgan, ya'ni harbiy. Biza shu chamadan bilan hamma joylarda yashab kelganmiz. Uyimiz, joyimiz bo'lmagan, lekin qayerga jo'nasa o'sha yerda ikkita bola bilan, chamadan bilan shu yerda yashadik. Mana shu mehnatlarning orqasidan shu davlat tomonidan bizaga uy berishdi. Voy, tabriklayman. Kottej berishdi. Hozir xo'jayinim pensiyaga chiqqanlar. O'sha yerda farzandlarimiz bilan birgalikda o'sha uyda yashab kelyapmiz. Demak, aziz kuzatuvchilar, Marziya opamizni oilalari ziyoli oilalar qatoridan hisoblanadi. Chunki pochamiz ham el yurtni tinchligini saqlash uchun ancha yillar davomida harbiy bo'lib xizmat qilib kelganlar. Mana hozirda pensiyaga chiqqan ekanlar va davlatimiz ularni mehnatlarini qadrlab, o'sha qilgan yurtga sadoqatli mehnatlarini qadrlab uy sovg'a qilishgan ekan. Bu juda ham katta baxt. Albatta, yurtimizni tinchlikni saqlayotgan barcha harbiylarimizga shunday go'zal turmush, mana shunday go'zal uylar nasib qilsin. Hayotda har xil voqealar bo'ladi. Hayot past va balandliklardan iborat deyishadi kattalarimiz. Xursandchilik bor joyda albatta tashvish ham, qayg'u ham yonma-yon yuradi deyishadi. Hayotingizdagi eng xursand bo'lgan kunlaringizdan bittasini aytib bering. Hayotimda eng yaxshi xursand bo'lgan kunim meni onamni xursandligi, meni xursandligim. Onangizni xursandligi, sizni xursandligingiz. Onamizni vaqtida bormaymiz, ko'rolmaymiz, chunki harbiy bo'lgani uchun bizlar ancha u yoqda yashaganmizda. Albatta. Ota-onamizni borib vaqtida ko'ra olmadik. O'shaning uchun borganimda onam qancha xursand bo'lsa, men ham shunchalar xursand bo'laman. Meni xursandchiligim ana shu. Farzandlarimning xursandchiligi, o'zimning xursandchiligim shu. Onam xursand bo'lsa, xudo xolasa to'ylarimni o'zlari bosh bo'lib, o'sha to'ylarimni onam shu bosh bo'lsin. Bitta anaqa afsusim borki, otamni ota deymiz bizda. Otamni o'sha nima deydi, oldida bo'la olmadik. El yurtda xizmat qilish uchun xo'jayinimning orqasida birga u yoqda, bu yoqda yurib, vaqtida oldida bo'la olmadim. O'sha armon bo'ldi. Otangiz hayotmilar? Yo'q. Otangiz o'tib ketdilar. Alloh rahmat qilsin. Onajonlarni eslaganda har doim har bitta insonni ko'ziga yosh keladi. Men hozir sizni ko'zingizda ana o'sha yoshni ko'rib turibman. Chunki onangizga bo'lgan mehringiz, onangizga bo'lgan muhabbatingiz albatta har birimiz kuzatuvchilarim iltimos qilib qolaman. Agar onangiz hayot bo'lsalar, ilojini boricha onajonlaringizni tez-tez yo'qlab turing. Va mana shu Marziyaxon onajonimni ko'rib shunaqa bugun o'zimni onamni ko'rganday bo'ldim. Faqat siz yoshroqsiz, meni onamni yoshlari sal ulug'roq va ko'zingizdagi yoshni ko'rib bu xursandchilik ko'z yoshi albatta. Chunki onangiz hayot ekanlar. Hayot. Umrlari uzoq. Necha yoshga kirdilar? 83 ga kirdilar. Juda ham bu ulug' yosh hisoblanadi. Meni onam ham 2 kam 80 ga kirdilar va albatta onajonimizga ismlari Fotimaxon onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Agar bizni YouTube tarmoqlari orqali kuzatayotgan bo'lsangiz, biz Marziyaxon onamiz bilan bugun kichik suhbatni qildik va orada sizni ham esladik. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni duo qilishdan hech qachon charchamang onajon. Onajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Men Marziyaxon onajondan eng xursandchilik kuningiz qaysi deb so'raganimda, men onamni ko'rgan kunim
ana o'sha meni eng xursandchilik kunim deb javob berdilar. Bu javobni juda ham kamdan kam odamlar javob berishadi, kimlardir qaysidir kunini eslashadi, boshqa, lekin Marziyaxon onam o'sha o'zlarini onajonlarini 82 yoshli ulug' hoji onajonimizni har ko'rganlarida xursand bo'lishlarini ta'kidlab o'tdilar. Sizga kattakon rahmat, chiroyli suhbat uchun. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. 20 yillik faoliyatingiz bundanda yuqori martabalarga erishishingizni tilab qolaman. Farzandlaringizni rohatlanib ko'rib, pochcham bilan qo'sha qarab baxtli, saodatli hayot qiling. Sog' bo'lsin. Farzandlaringiz baxti rohatini ko'ring, agar turmushga chiqqan bo'lsangiz. Rahmat. Meni bitta farzandim bor. O'g'il farzandim bor. Kattakon rahmat. Sizga ham sog'lik, salomatlik tilab qolaman va kuzatuvchilarimizga yana bir bor kattakon rahmat aytaman. Marziyaxon onajonimga ham rahmat aytaman. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Kutilmagan suhbat bo'ldi.